Assalomu alaykum. Do'stim, sog'lashasiz, charchamayapsiz. Telefon shtog'iga murojaat qilgan ekansiz. 17 Pro Max zakaz qildingiz, olib kelib beryapman. Bu necha pul aka? 1700 aka, sim kartali, bitta sim, bitta esim imekadan o'tgan. Telefoningizni ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi. 16 Maxmi? 16 Max. Holatlari yaxshi ekan. Aka, kodi necha ekan? Ko'rorsiz bilan. 0406. O, tradermisiz deyman, ha? Молодец ekan. Yonkislar necha ekan? Yonkisda 100. Yonkisi 100 mi? Yonkisi 124 bo'lsa, bo'ldi. Buni baholab qolaman. 1050 gacha baholab qolaman. Yo, yerga olib tashladingiz, bu yonkisi 100 yaqinda ochganman buni. Endi bu rabochida, sizni xayolingizda yangi ko'rinyaptimi bu rabochi bu? Yo, mayli kalkulyatorga urib ko'ring. Do'stim, Yo, bilmayman. Necha pul qilib beray? Necha pul berasiz buni? Buni men sizga 1700 ga yaxshi narxga qilib beryapman. Termizimda narxda yo'q. 1200? Uni nima narxini qo'shyapsiz? Yana nimasi bor ichida? Telefon narx. Telefon narximi? Ha, yo'q, lekin qimmat aytyapsiz do'stim. Yo, lekin hisoblab ko'ring. 1700, 1200 u vafshiku, men nima rabochi bu, rabochi narxida sotaman sizga. Yaqinda ochilgan. Tushundim, siz yana bir narsani tushunmayapsiz. Bu rabochi, yangi emas do'stim. Saloningizni ishlating. 1700 1050 ga olib qolaman patok. 650 so'mda urib beraman, 7 million 800 so'm bo'ladi. To'g'ri keladimi? Naqdga olasizmi? Bo'ldi, bosing, trader ekansiz-ku. Agar kimga shunaqa dastavka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol telefon shtog'iga murojaat qilaverasizlar. Oho, bu nima u? Traderlar bank 5000 tali olyaptimi? $5 milliondan 5, 10, 15, 20. Hozir men sizga so'raveraman, naqdga olsangiz 1700 20 million 400 berdi, 20 million 400 ming. 400 ming mana bundan olib qolasiz. Izdachisiga. Yo, olib qoling. Ha, ya, menga pullar kerak emas do'stim. Mana shuni ichidan kesib beraman sizga undan ko'ra. 400 so'm shuni ichidan kesib beraman.